Meni ismim Soqiyev Timur Rustamich. 1985-yil Samarqand viloyatida tavallud topganman. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialini bakalavriat yo'nalishini tugatganman. 2008-yili ushbu oliy ta'limni magistratura bo'limini tugatganman. Shundan keyin shu Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialida assistent lavozimida faoliyatimni boshlaganman. Keyin katta o'qituvchi, kafedra mudiri lavozimlarida ishlaganman. Ilmiy ishimning mavzusi yong'in xavfini aniqlashda video ma'lumotlarni intellektual tahlil qilishning gibrid algoritmlari hisoblanadi. Bu ancha dolzarb mavzu deb aytsak bo'ladi, chunki video ma'lumotlarni tahlil qilish zamonaviy sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha bir sun'iy intellektning eng dolzarb yo'nalishlaridan bittasi. Mening ilmiy rahbarim Hamdamov Rustam Hamdamovich, texnika fanlari doktori, professor. Menimcha ilmiy rahbarni tanlash eng asosiy bir kriteriyalardan bittasi hisoblanadi ilmiy ishni olib borishda. Chunki ayniqsa endi PhD yo'nalishida ilmiy ish qilishda siz hali yangi kirib kelayotgan ilmiy tadqiqotchisiz. Balki sizni bilimlaringiz bo'lishi mumkindir, qandaydir fundamental, lekin uni yo'naltirib turuvchi odam baribir bo'lishi kerak. Shu uchun men tanlagan rahbarimni tanlashimdan sabab u kishi juda katta hayotiy tajribaga ega, juda katta amaliy tajribaga ega, ko'p ilmiy ishlari katta amaliy yo'nalishlarga qo'llanilganligi uchun menga bu juda katta ahamiyatga ega edi bu xususiyatlari. Men chunki xohlardimki, men yaratgan ishim shunchaki qog'ozda qolib ketmasdan qanaqadir amaliy qurilmalarda, amaliy ishlarda qo'llanilishi. Shu sababdan shu kishi Rustam Hamdamovichni tanlaganman. Men o'z tanlaganimdan juda mamnunman, o'zimni tanlovimdan, chunki u kishini o'gitlari, yo'nalishlari menga katta amaliy va ilmiy tirkak bo'lgan shu ilmiy ishimni qilishdi. Meni ilmiy mavzum juda dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi zamonda iqlimni haroratini oshib borishi natijasida yong'in xavfi juda ham ko'payapti. Bunday vaziyatda vaqtida yong'inni aniqlash, yong'inga qarshi chora-tadbirlarni tezkor ko'rish juda muhim ahamiyatga ega. Mening ilmiy ishimning ilmiy yangiligi shundan iboratki, kuchlanishi juda katta bo'lmagan kompakt qurilmalarda shu video analitika algoritmlarini ishga tushirish, ya'ni qandaydir uzoq masofadagi joylashgan o'rmon xo'jaliklarida, skladlarda, internet tarmoqlarini ta'minlash qiyin bo'lgan joylarda ham kichik quvvatli video kameralarda shu algoritmlarni ishga tushirish. Uni an'anaviy algoritmlarga kelsak bizlar, ular juda katta quvvat talab qiladi. Bizlarning gibrid algoritmlarimiz zamonaviy neyron tarmoqlarga asoslangan algoritmlarni va klassik sodda algoritmlarni gibridlashtirib, shu kichik qurilmalarda, hisoblash imkoniyatlari cheklangan qurilmalarda juda effektiv ishlashga imkoniyat yaratdi. Bu qurilmalarni ishlatish natijasida bizlar juda katta maydondagi o'rmon xo'jaliklarini, juda katta maydondagi qandaydir omborxonalarni qamrab olib, yong'in xavfini oldini olish imkoniyatini berishimiz mumkin. Rustam Hamdamovichni o'zlarini maktablari bor, shogirdlar ham ancha yetishtirilgan. Oldin bu sohada bizlarning bir nechta ilmiy va amaliy loyihalarimiz ham bajarilgan. Shu doirasida bizlar masalan Rahmonov Hoshim bilan birgalikda ishlaganmizlar. Undan tashqari Abdusalomov Akmal, bu kishi chet elda Janubiy Koreya Respublikasida himoya qilib kelgan, aynan shu menikiga yaqin bo'lgan mavzudagi ishlardan foydalanganman. Chet eldagi Janubiy Koreyadagi olimlar Jey Jong, shularning ilmiy ishlaridan foydalanganman, maqolalardan foydalanganman. Bundan tashqari o'zimizda ham mana Fozilov ustozlarimiz, Rustam Hamdamovich, Musayev domlalarning ishlaridan foydalanib, qandaydir o'zimni qo'shimchamni kiritib, yangilik qilishga harakat qilganmizlar. Ya'ni oldindan mavjud bo'lgan juda fundamental kuchli bilimlarning yig'ilgan bilimlar asosida biz o'zimizni hissamizni qo'shib, qandaydir yangilik yaratib, shu algoritmlarni ishlab chiqqanmizlar. Har bir ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor albatta. Bizlar bu loyihani yaratishimizda, shu algoritmlarni yaratishimizda juda
bir texnik tarafdan ham muammolarga to'qnashdik-ki, undan tashqari bu jarayonlarni sinovlardan o'tkazish uchun dala sharoitlarida borib, aynan real olov o'choqlariga yaqin kelib, shu real holatlarda testlashimizga to'g'ri keldi. Undan tashqari Favqulodda vaziyatlar vazirligining Samarqand bo'limidagi situatsion markaziga borganmizlar, real qurilmalarga joylashtirib, uni amaliy sinovdan o'tkazganmizlar. Shu jarayonlarda ham texnik, ham ilmiy qandaydir to'siqlar bo'lgan, lekin ularni ancha muvaffaqiyatli bartaraf etganmizlar. Yuqorida aytganimday, Favqulodda vaziyatlar vazirligining Samarqand boshqarmasida situatsion markazida joylashtirildik. Bundan oldin bunday yechim u yerda taqdim etilmagan edi. Hamma barcha video analitika qul rejimida, ya'ni odam faktori aralashgan holda amalga oshirilgan edi. Bizlar shu jarayonni avtomatlashtirib, to'liq, ya'ni odamni aralashuvisiz analitika qilib, unga vaqtida reaksiya berish imkoniyatlarini yaratdik. Undan tashqari bizlar mobil qurilmalar yaratdik. Mobil qurilma, mobil ilovalar ishlab chiqdik. Yong'in haqida aniqlangan vaziyatlar shu vaqtni o'zida mobil ilovalarga yetkazib berish tizimlarini ham yaratib chiqardik. Bu narsa ancha katta effekt berdi va ancha ularni ishini yengillashtirishga imkoniyat yaratdi. Undan tashqari Samarqand viloyatida mavjud bo'lgan bir nechta MCJlar bor edi, mas'uliyati cheklangan jamiyat, aynan yong'in xavfi katta bo'lgan tashkilotlar hisoblanadi. U joylarda ham mavjud bo'lgan video analitika tizimiga bizlar o'zlarimizning algoritmimizni joriy qilib, shu vaziyatlarni, yong'in xavfini vaziyatlarini oldini olishga erishdik. Tanlagan yo'nalishim juda dolzarb yo'nalish hisoblanganligi sababli men ushbu o'zimni hozir ishlab chiqqan algoritmlarimni xavfsiz shahar tizimiga joriy qilmoqchiman. Ular mana xavfsiz shahar tizimini sizlar bilasizlar, hozir butun respublika bo'yicha qo'llanilib kelyapti. Ana shu tizimga qo'shimcha sifatida bizlar taklif qilib, bizlar yaratgan algoritmlarni joriy qilmoqchi bizlar. Bu algoritmimizning ustunlik tarafi shundaki, nafaqat olov xavfini yoki tutun xavfini aniqlash, balki boshqa xavflarni aniqlashda ham rol berishi mumkin. Ya'ni chegara tizimlarida, chegarani birov kesib o'tayotganida ham juda katta kuchga ega bo'lmagan apparat vositalarda, sodda kameralarda, oddiy batareykalar bilan ishlaydigan arzon kameralarda ham katta natija beruvchi algoritmlarni biz ishlab chiqqanmizlar. Uni demak keng ko'lamdagi yo'nalishlarda qo'llash mumkin. Yoshlarga shunday maslahatim borki, ular hech qachon orqaga chekinmasligi kerak. Juda mard bo'lishi kerak. Chunki ilmiy ishda bitta natijani bitta yo'nalish bo'yicha ketganda qandaydir qiyinchiliklarga to'qnash kelish bu odatiy holat. U o'ylagan yo'nalish real natijani bermasligi odatiy holat. Demak, eksperiment qilishdan qo'rqmasligi kerak. Bitta yo'nalishi aniqlanmadimi, demak, boshqa yo'nalishga qarab burib, o'zini yo'nalishini topib olib, shu eksperiment qilishdan qo'rqmasligi kerak. Bu yerga ta'lim olishga, o'qishga kirishimdan oldin men shu Rustam Hamdamovichning shogirdlari bilan birga bir nechta amaliy ishlarda ishtirok etganman. Ular men qo'limdan kelishni ko'rib, haqiqatan men dasturchi sifatida ham faoliyat ko'p yuritganman, injener programmist sifatida, injener dasturchi sifatida. Shu uchun ular meni olingan natijalarimni ko'rib tavsiya bergan. Sen baribir shu narsa bilan shug'ullanyapsan, ilmiy ish bilan shug'ullanyapsan. Demak, bu narsa faqat ilmiy ish yoki biron bir loyiha doirasida qolib ketmasdan ilmiy ish sifatida ham shakllanishi kerak. Bu algoritmlaring qandaydir tizimlashtirilib, qog'ozga tushirilishi kerak deb maslahat berishgan. Shularni maslahati bilan men bu yerga kelganman va ilmiy ishimni davom ettirganman.